Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor Pyotr Plexanov. Bu safar sizga yomon xabar bilan chiqyapman. Mana olcha. Endi ruschasiga alcha deymiz. Buni ko'k sultonmi? Endi ko'kiga bormaydi, sariq sulton desami, nima desa bo'ladi. Ofisimiz oldida mana pichay bosgan. Zar pichayni qalini. Endi qorovuldigilar, boshqalar hech kim qaramadi. Mana shuncha shoxini уже mana qirqib tashladim. Eng yomon ablah saraton, rak kasalligiga o'xshagan narsa. Metastazalari mana ko'payishini ko'rsangiz bo'ldi, uni tanasidan ajratib bo'lmaydi уже, bo'ldi. Все, уже tamom. Уже shunaqangi chuqur kirgan. Hozir maytda polniy olinishi kerak hammasi qirqilib. Uni ayamanglar. Agarda shoxini qoldiraman desanglar, boshqa qilaman desanglar, foydasi yo'q. Mana misol uchun. Mana tanasiga уже mana ko'rib turganingizdek yopishib olgan. Uni olib bo'lmaydi mana. Ko'ryapsizmi? Olinsa ham anaqasi bilan olinyapti. O'rab olgan. Kusok bo'lib tushyapti, parchalanib. Bo'ldi. Menimcha bu daraxt уже o'ladi. Mana polniy tepada tarqalgan. Uni menimcha men mamitidan kesaman. Уже ko'ramiz kuzda. Menimcha kessam kerak. Tashaveraman. Buni hech qanaqa kompostga, boshqasiga tashab bo'lmaydi. Uni faqat yoqib yuboriladi, yo'q bo'lmasam umuman qaysidir musulxonaga tashlanadi. Hozir bu yerda endi zo'r rozoviy puzuriplodniklar bor edi. Hozir bunga o'tib ketdi. Qisman ularda ham kesaman. Mana ko'ryapsizmi ahvolini? Bu eng yomon kasallik shu. Dori yo'q bundan. Juda achinarli holat. Lekin tan olish kerak. Hozir vaqtida qaramasangiz, mana bittagina anaqasi mo'ylovi tepaga qarab o'sib ketsa, bo'ldi, tamom. Mana buni misol uchun ildizi yo'q, boshqasi yo'q, o'rab oladi, bo'ldi. Yopishib oladi mana tanaga. Tanaga yopishib oladi, bo'ldi. Keyin uni chiqartirib bo'lmaydi почти. Mana hozir ko'rsataman, men buni yulib anaqasini ko'rsataman. Prisoskasini. Buni ko'ryapsizmi? Mashin bilan yopishadi. U qarani ichiga, daraxt po'slog'i ichiga kirib ketadi. Ildiz tashlaydi. Tamom. Bo'ldi, hech narsa qilib bo'lmaydi. Endi mashina qilib kesaman, lekin bu ham ruschasiga aytganda mертвому припарка deydi-yu. O'lik odamga biron giyohvandlik dedim, giyohlarni solish yoki bo'lmasam dori berish, o'sha bo'ldi, odam o'ldi, foydasi yo'q. Menimcha ham bunda xuddi shunday. Endi qarang, o'sayotganda mo'ylovni tashashini qarang. Keng qilib tashab yuboradi, biling. Ablah polniy bosib olgan. Achinarli holat, juda achinarli holat. Endi bu juda bir qandaydir tsenniy daraxt emas. Endi ozgina bo'lsa ham soya beradi. Mevasi mayda, unchalik endi bitta ikkita yeyman, boshqa ishlatilmaydi. Endi buni prosta shakl berib, bir chiroyliroq tursinmi degan edim. Lekin menimcha bo'ldi. Уже mana tepalarigacha chiqdi. Уже uni olib bo'lmaydi. Mana. Bir ikki hafta qaramaysiz, bo'ldi. Men bitta narsa yana aytaman. U sizdan tashqari bu daraxt hech kimga kerak emas. Siz ekdingizmi? Siz qarashingiz kerak. Ming bog'bon bo'lsin, qorovul bo'lsin, kerak emas hech kimga. Ahvol. Zo'r, katta daraxt. Shu xayrlashsa bo'ladi. Mayli, endi kesamiz. Bahorda, ana kuzda mashinaqasi kesaman. Taylarini tozalab, mana misol uchun mana shuni ham tozalash kerak, biling. O'sha anaqasini daraxtni sharbati ichiga kirib ketadi-da bu. Уже bo'ldi, o'sha xuddi o'sha bizda saraton kasalligi qon orqali ko'payadimi, tarqaladimi? Bu ham xuddi shunday, mana qarang. Olib bo'lmayapti-da tanasidan. Kirib olgan. Ichiga mana kirib olgan. Ana qarang. Olaman desangiz, yirtilib ketyapti. Ana qarang, prisoskalari.
Voy bilin. Mana. U tomonga ham o'sadi, bu tomoniga ham o'sadi. Farqi yo'q. Qatidan yulsangiz, davomidan o'sib ketaveradi. Balkim ko'ramiz, balkim tarqalib ketmasligi uchun sirrazi kesib tashlayman все. Mana kesilgan joylarini loy bilan loylab, lekin pastda ham bor. Shunisi muammo.